aqida jangi boshqa janglarga o'xshagan emas. Albatta bu maydonda bo'lishlik kerak va qalblarimizda bo'lishlik kerak bu jang. Maydondagi jang qalblarimizdagi jangsiz g'olib bo'lishligi mumkin emas. Alloh taolo bizni imtihonlaydi va bizni nima xolis qilib turib, sof qilgan holatdagina bizga nusratni berishligi mumkin. Endi g'alaba bo'lib turgandan keyin birdaniga burilish bo'ldi. G'alaba mag'lubiyatga aylandi. Jabal Aynanga iblis chiqib turib baqirishni boshladi. Muhammad o'ldi deb turib ular baqirishni boshlagandan keyin musulmonlar orqaga qochishlikka boshladi. Kim orqasiga qaytib ketadigan bo'lsa, Alloh taologa biror zarar bermaydi. Alloh taolo shukr qiluvchilarni o'zi mukofotlaydi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulilloh va alihi vasallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Uzun kechalik imtihonlar va uning xatari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari, ya'ni xosatan muhojirlar Makkada qattiq imtihonlardan o'tishdi. Va birinchi avlod mana shu qiyinchiliklarni ko'rib tarbiya topdi. Ammo ansorlar bo'ladigan bo'lsa, yangi davlat qurilishlik paytida islomga qo'shilib qoldi. Va xosatan bu yangi davlatning qurilishligi uni ketidan Badrdagi g'alaba ergashib keldi. Endi g'alaba ergashib kelgandan keyin bundan ular juda o'zlariga sig'may ketdi. Ishlariga sig'maydigan darajada xursand bo'lib ketishdi. Endi bunday bo'lishligi tabiiy ediki, chunki ular o'zlari mo'jizalarni ko'rgandi. Kichkina hech narsaga ega bo'lmagan musulmonlar katta qurollangan kofirlarni ustidan, ya'ni adatda ham, tayyorgarlikda ham o'zlaridan ko'ra kuchli bo'lgan tarafi ustidan g'olib bo'lgandi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ularga yangi jangni hidi kelib turibdi. O'z jangni hidi kelib turibdi. Uhud jangi haqida xabar kelib turibdi. Endi keyin Uhud deb turib nomlanishligi, keyinchalik nomlanishlik, endi o'zi jangni xabari kelib, ularga jangni hidi kelishlikka boshlagandan keyin ular o'zini ushlab tura olmadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Madinada qolishligini va Madinani himoya qilishligini ko'rgandan keyin ularning asablari bunga bardosh bera olmadi. Ular o'zlari tushungan yoki tushunmagan holatda dushmanga qarshi chiqishlikka shoshilishdi. Nimaga endi shunday bo'lmasin? Chunki dushman kofir, bular mu'minlar. Albatta Alloh taoloning nusrati mu'minlarga bo'ladi. Maqrizi aytadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Badrda qatnashmagan, lekin dushmanga yo'liqib shahodatni istaydigan yoshlar aytishdiki, "Ya Rasululloh, bizni o'zingiz bilan o'sha tarafga olib chiqing." Ya'ni Madinaning ichida qolmaydiku, ular shunchalik, ya'ni jangga nima qilinyapti, shoshilishyapti. Shavqlari, ishtiyoqi oshib aytayaptiki, "Ya Rasululloh, bizni o'zingiz bilan o'sha dushmanni ro'parasiga olib chiqing." Shunda Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu, Hamza roziyallohu anhu, Nu'man ibn Malik, bir toifa ansorlar aytadi, "Ya Rasululloh, agar biz ular tarafga chiqmaydigan bo'lsak, dushman bizni qo'rqqanidan chiqmadi deb, ya'ni bizni qo'rqoqlikda ayblab turib, keyin ularning jur'ati oshib ketmasin bizga. Biz Badr kunida 300 ta edik, 300 tadan ozgina oshiq edik, lekin Alloh taolo bizga zafar bergandi. Bugun biz juda ko'pchilikmiz. Mana bu kunni biz orzu qilardik, Alloh taologa duo qilardik. Alloh taolo o'zi bizni mana joyiga olib kelib qo'ydi. Endi biz chiqishimiz kerak." Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni ko'rib turgandi, ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qattiq talab qilardi. Hamza roziyallohu anhu aytdiki, "Sizga kitobni haq bilan nozil qilgan zotga qasamki, men bugungi kunda og'zimni ochmayman, hattoki Madinadan chiqib kofirlar bilan urushmagunimcha." U kuni Hamza roziyallohu anhu roza tutgan edi. Va Malik ibn Sinan, Iyos ibn Aws ibn Aytak payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xuddi shu ma'noni aytishdi ular. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Madinadan tashqariga chiqishlikka talab qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rdiki, ular bu narsadan boshqasiga rozi bo'lmasligini ko'rgan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlar bilan juma namozini o'qidi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga eslatma qildi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga jiddiy jahd qilishlikka payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga eslatdi va ular modomiki sizlar sabr qiladi ekansizlar, sizlarga nasr bo'ladi deb turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga xabar berdi. Endi Qur'on ularning nafsiy holatlarini sifatlab turib, "Va laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabla an talqaw." Sizlar yo'liqishinglardan oldin o'limni umid qilardinglar. Faqad ra'aytumuhu va antum tanzurun. Sizlar uni mana o'zingizlar qarab turgan holatda ko'rib turibsizlar.
ya'ni nima ularni o'limni orzu qilayotganini hozir aytdiki, nima ansonlarni ichida Badrda qatnashmagan, lekin dushmanga yo'liqib shahodatni istaydigan yoshlar bor edi. Ularda shavq juda yuqori darajada edi. Endi bularni nusratga bo'lgan ishonchlari juda katta edi. O'zini oliy ma'naviyatlari bilan yo'lga chiqqan qo'shin yo'lda davom etar ekan, birdaniga qo'shinni 3dan biri chekinishlik vujudga keldi. Shu bilan birga bularga hech qanaqa ta'sir qilgani yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga nusratni aytdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mav'izalaridan keyin agarchi qo'shinni 3dan biri qaytib ketsa-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablariga, jangga ketayotgan sahobalarga bu narsa ta'sir qilgani yo'q. Endi Madinadagi yoshlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning safiga qo'shilamiz degan paytda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni qo'shgani yo'q. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari kofirlarga yo'liqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablari taqriban 700 ta bo'ladigan bo'lsa, endi 700 taning ichida ham aytdikki, hali munofiqlar bor, boshqa odamlar bor. Kofirlar xuddi shu paytda 3000 ga yaqin edi. Lekin Alloh taoloning tavfiqi bilan ular shunday jangda qattiq turib berishdiki, kofirlar 3000 odam 700 ni qarshisida emas, go'yoki 30 ni qarshisida turibmiz deb o'ylab qolishdi. Kofirlar nima qildi? Oxiri turib bera olmasdan turib, ozgina muddat ichida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qarshisida turib bera olmagan kofirlar chekinishlikka boshladi. Ular o'zini bor imkoniyatini sarflagandan keyin ham qarasa musulmonlar juda qattiq turib beryapti. Bundan keyin ular shunday orqaga qotishdiki, hattoki savob ularni bayrog'ini ko'tarib turgandi. U o'lgandan keyin nima bo'lardi? Oldingi davrda bayroq ko'tarilardi, hamma bayroq atrofiga yig'ilib, mana shu yerdan tartib bo'lardi. Endi bayroq yiqildi, bayroq yiqilgandan keyin birontasi mana shu qo'rqinchi juda xavf katta bo'lganligidan ular birontasi kelib turib mana shuni ikkinchi marta ko'tarishlikka nima qila olmadi, jur'at qila olmadi. Va ular hammasi qo'rqib orqaga qochishlikka boshladi. Kecha ularning qalblarida Badr uchun o'ch olishlik, Muhammad va uni ashablaridan o'ch olamiz va biz o'zimizni arablar ichida haybatimizni qaytarib olamiz degan fikrlar bu ularning zehnidan ketdi. Qo'rqinchi oldida ularning zehnida hech narsa qolmadi. Musulmonlarga Alloh taolo o'zining va'dasini ro'yobga chiqardi. Musulmonlarga bergan va'dasini Alloh taolo ro'yobga chiqardi. Endi kofirlar mag'lubiyatga uchragani aniq bo'lib turgan paytda g'alaba ochiq ko'rinishlikka boshladi. Abdulloh ibn Zubayr o'zining otasidan aytadi. Men deydi, o'sha kunda o'zimni ko'rdimki deydi, ya'ni o'zimni ko'rdim, Hind ibn Utba va uni nimalari, dugonalari deydi, hech narsaga qaramasdan qochardi deyapti. Endi Uhudda bo'lgan nima qanday bo'ldi? Maqrizi aytadi. Ya'ni dushmanni mag'lub bo'lishligi ko'rindi. Musulmonlarning qarshisida go'yoki ular 700 tani qarshisida 3000 turgan odam o'zini qarshisida 700 emas 30 000 deb qarashni boshladi. Endi birinchi kunni boshi musulmonlarga xursandchilik bo'lib boshlandi. Kofirlar yengilishlikka boshlandi. Ozgina o'tmasdan turib musulmonlar g'animatga berilib ketishdi. Shunday qilib turgan paytda ularning orasiga Uzza Habalni aytgan holatda kofirlar kirib kelishlikka boshladi. Endi avvali hamma odam o'zini qo'lida ushlagan narsalarni tashab, qo'lidagi asirlarni qo'yib, musulmonlar har tarafga qochishlikka boshladi. Xolid ibn Valid bilan Ikrim ibn Jahl merganlar ordiga kirib, ular bilan Abdulloh ibn Jubayr bilan birga 10 kishidan ozgina odam qolgandi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam necha kishini qo'ygandi? 70 kishini. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 70 kishini qo'ygandi, lekin ular pastga tushib ketgandan keyin Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu bilan 10 kishi qolgandi. Ularni hammasini o'ldirdi, ularni musla qildi va nima qildi? Orqa tomondan musulmonlarga hujum qilishlikka boshladi. Orqa tarafdan musulmonlarga hujum qilishlikka boshlagandan keyin Jabal Aynanga iblis chiqib turib, baqirishni boshladi. Muhammad o'ldi deb turib ular baqirishni boshlagandan keyin musulmonlar orqaga qochishlikka boshladi. Hattoki shu darajada musulmonlar, ya'ni ikki tarafdan hujumda qolib ketgandan keyin musulmonlarning holati shunday bo'ldiki, musulmonlar bir-birini urib qo'yishni boshladi. Tanimasdan turib bir-birini urib qo'yishni boshladi. Usayd ibn Huzayr ikkita jarohat oldi, bittasini Abu Burda ibn Niyar olgandi. U bilmasdi nima ko'rganini.
Abu Za'ni bo'ladigan bo'lsa, Abu Burdani deydi 2 marta urib qo'ydi. O'zi bilmagan holatda musulmonlar deydi hammasini qilichi Yamonga kelib tushishlikka boshladi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhu ey otam degunga qadar ular musulmonlar nima qildi? Yamonni o'ldirib qo'ydi. Huzayfa ibn Yaman Huzayfa roziyallohu anhu dadasi Yamonni nima qildi? O'ldirib qo'yishdi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhu aytdiki, Alloh taolo sizlarni kechirsin. Albatta Alloh taolo kechiruvchilarni, rahm qiluvchilarni eng rahm qiladi. Mana bu gaplari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida yana uni martabasi ko'tarildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni diyasini to'lashlikka buyurilgan paytda Huzayfa roziyallohu anhu o'zini otasini diyasini musulmonlarga sadaqa qildi. Mana shu kunda Qurayshdan 4 kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishga ahdlashgan edi mushriklarda. Bittasi Abdulloh ibn Shihab, bittasi Utba ibn Abi Waqqas, bittasi Amr ibn Qami'a va Ubay ibn Khalaf. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ldi degan xabar tarqalishlikka boshlagandan keyin Sufyon ibn Harb aytibdi: "Ey Qurayshliklar, sizlar qaysi biringlar shuni o'ldirdinglar?" deyapti. Endi u so'rayapti. Shunda Ibn Qamiya aytibdiki, "Men uni o'ldirdim" deydi. Unday bo'ladigan bo'lsa, xuddi ajamlar qiladigandek biz senga nimalar kiygizamiz deyapti. Bilaguzuklar kiygizamiz. Chunki ajamlar o'zlarining qahramonlariga xuddi shunday qilishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qidirish boshlangan paytda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'ligini ular qidirishlikka boshladi. Uni ichida topolmadi. Ba'zilariga yo'liqib torib, "Muhammadni ko'rdingmi?" dedi. "Yo'q" dedi. "U dedi o'liklari ichida yo'q" dedi. Ibn Qamiya u yolg'on aytdi dedi. Shunda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ga uchrashib turib, Xolid roziyallohu anhudan "Sen o'sha paytda endi kofir edi, aytdiki, Muhammadni o'lganini ko'rdingmi? Sen aniq bildingmi shu narsa o'ldi deb bilasanmi?" deganda, "Yo'q" dedi. "O'zini ashablari bilan" dedi, "bir nechtasi bilan toqqa chiqib ketayotganini ko'rdim" dedi. Shunda Abu Sufyan aytdiki, "Demak" dedi, "bu narsa to'g'ri" dedi. Demak dedi u nima? Endi bu kunda holat shunday bo'ldiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni shunday yaxshi ko'radigan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun jonni berishga tayyor bo'lgan odamlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qaramasdan qochishlikka boshladi. Ya'ni shunchalik holat qo'rqinchli ediki, qo'rquv shundayki, insonlar ustida g'olib bo'lgandiki, ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qaramasdan qochadi. Va Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ey falonchi, men Alloh taoloning rasuliman degancha qolardi, hech kim Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'girilib ham qarab qo'ymasdi. Musulmonlardan bu kunda 74 ta shahid bo'ldi. 4 tasi Qurayshliklardandir, qolganlari ansorlardan. Abdulloh ibn Ubay va u bilan bo'lgan kishilar so'kishlikka boshladi. Musulmonlarga yetgan narsadan xursand bo'lishlikka boshladi. Eng o'zlarini ichida yashirinib yotgan, qalblarida yashirinib yotgan nopokliklarni chiqarishlikka boshladi. Abdulloh ibn Ubay o'zini o'g'li Abdullohga aytibdi. U o'zini o'g'li yarador bo'lganda va o'zini kuydirib davolayotgan paytda mana bu jangga chiqqaningdan keyin mana shunday bo'lishi kerak edi-da. Yosh bolalarga itoat qilib, menga itoat qilmadi. Men mana bu narsani xuddi ko'rib turganda edim. Mana shunday bo'lishlik kerak edi deganday gapirgan paytda o'g'li aytdiki, Alloh taolo buni payg'ambariga va musulmonlarga qildi. Albatta Alloh taoloning bu qilgan ishida musulmonlar uchun yaxshilik bor dedi. Yahudlar o'zlarining ichidagi hasadlarini chiqarishni boshladi. Aytayapti, Muhammad faqatgina podshohlikka istayotgan odam. Bugun payg'ambarlardan birontasiga bunday narsa yetgan emas. Uni ashablari shahid bo'ldi, o'zi ham yarador bo'ldi bugungi kunda. Munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofidan odamlarni tarqatishlikka harakat qilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofidan odamlarni tarqatishlikka chaqiryapti. Ular agar sizlar bizni oldimizda bo'lganinglarda o'ldirilmagan bo'lardinglar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu narsani bir necha joyda eshitib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, mana shu gapni gapirayotgan yahud va munofiqlarni o'ldirishlikka izn so'rayapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Umar, albatta Alloh taolo o'zining dinini zohir qiladi, g'olib qiladi, o'zining payg'ambarini aziz qiladi. Lekin yahudlar bilan bizning o'rtamizda kelishuv bor, demak shuning uchun biz o'ldira olmaymiz. Munofiqlar haqidachi? Munofiqlarni o'ldirsak bo'lmaydimi? Ular La ilaha illalloh deb turibdi va meni payg'ambar deb turib, zohirda oshkor qilib turibdi shu narsani. Ular aytayapti, lekin buni aytishlik ular qilishdan qo'rqqani uchun-ku. Ularning ishi aniq bo'ldi-yu, ko'rinyapti-yu. O'zlarining ichida yashirinib yotgan gina qudratlarini ular ko'rsatmayaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar-ki, La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odamni o'ldirishlikdan qaytarilganman. Ibn Xattob,
albatta Quraysh bugungi kunda bizga yetkazgan musibatini endi biz borib Ka'bani tavof qilib o'sha toshni o'tmagunimizga qadar bo'lgan muddat ichida endi bular bunday bizga musibat yetkaza olmaydi. Endi g'alaba bo'lib turgandan keyin birdaniga burilish bo'ldi. G'alaba mag'lubiyatga aylandi va musulmonlarga qattiq musibatlar yetdi. Alloh taolo bu holatni sifatlab turib bir necha kishilar, har bir kishining holati ko'rindi. Bu yerda bir necha kishilar bor edi, mo'minlar bor edi, yahudlar bor edi, munofiqlar bor edi. Har bittasini ichida yashirinib yotgan narsalar chiqib ketdi. Ya'ni bilamizki, o'zi qiyinchilik kelgan paytda insonning ichidagi narsa qiyinchilik bir siqilishda, bir siqilganda ichingizda bor narsa chiqib ketadi. Gohida taglarida yashirib qo'ygan narsalar chiqib ketib qoladi. Haqiqiy bo'lmasa, tagida yashirinib yotgan narsalar chiqib ketadi. Bularda Alloh taolo sifatlab aytadi: "In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithlu." Agar sizlarga bir yara, sizlarga qiyinchilik, bir musibat yetgan bo'lsa, ularga ham shunday narsalar yetdi. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Bu kunlarni biz insonlar o'rtasida aylantirib turamiz. Va liya'lamallohu allazina amanu va yattakhidhu minkum shuhada. Bu bilan Alloh taolo iymon keltirgan kishilarni bilishlik uchun va sizlarning o'rtanglardan shahidlarni tanlab olishlik uchun. Albatta Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Valimahhisallohu allazina amanu. Ya'ni iymon keltirgan kishilarni nima qilishlik uchun? Ya'ni tozalab, pokiza qilishlik uchun. Va yamhaqal kafirin, kofirlarni yo'qotishlik uchun. Am hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'lamullohu allazina jahadu minkum va ya'lamus sabirin. Jannatga kirishlikka o'yladinglarmi? Vaholanki hanuzgacha Alloh taolo sizlarning ichinglardan jihad qilib sabr qilgan kishilarni bilgani yo'q. Sizlar yo'liqishlikdan oldin o'limni orzu qilardinglar. Mana sizlar o'zingizlar qarab ko'rib turibsizlar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqatgina u bitta payg'ambar, undan oldin ham payg'ambarlar o'tgan. Agar o'ladigan bo'lsa yoki o'ldiriladigan bo'lsa, sizlar orqanglarga qaytib ketasizlarmi? Kim orqasiga qaytib ketadigan bo'lsa, Alloh taologa biror zarar bermaydi. Alloh taolo shukr qiluvchilarni o'zi mukofotlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'lim xabarlari kelgan paytda bu musulmonlarning safida zilzilalanishlikka olib keldi. Va ba'zi insonlar orqasiga qaytishlikka boshladi. Mana bu ko'pchilikda bo'lgan narsa. Faqatgina ozgina insonlargina turib berib qoldi. Mana bular robboniy kishilar edi. Demak deydi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni safi haqida gapiradi ekanmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni safi o'zini ichidagi boshliqqa o'lganligidan, bu o'lganligidan zilzilalanib qoladigan bo'lsa, albatta bu narsani biz yaxshi tushunishligimiz kerak. Demak deydi, demak biz boshliqqa kam sanamasligimiz kerak. Uni yengil nima qilmasligimiz kerak. Unga yengil qaramasligimiz kerak. U faqatgina biz hammamiz fikr egalarimiz. Demak, biz fikr egalarimiz ekan, nima boshliqlar haqida g'ulu ketmasligimiz kerak. Go'yoki biz boshliqlarga qaragan paytda ichimizdagi bitta nima odamni o'zigina deb qaraymiz. Agar bir kishi boshliqqa yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, unga bog'lanayotgan bo'lsa, biz buni xuddi butparastlikka tenglashtirib yuboramiz. Va aytamizki, agar fikr ketadigan bo'lsa, but vujudga keladi. Ya'ni bizni jamlaydigan narsa fikr bo'lishlik kerak. Biz boshliqlar orqali jamlanmasligimiz kerak degan narsa bizga g'olib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqatgina boshliq emas edi, balki u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning nimasi edi? Payg'ambari edi. Va shu bilan birga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni nimasi ashoblarida bo'lgan narsani qaraydigan bo'lsangiz, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashoblarida nima bo'lishlik bo'ldimi? Demak, zilzilalanishlik bo'ldimi? Demak, boshqa joyda ham bo'lishlik mumkin. Shuning uchun insonlarning o'rtasini jamlab turishlikda, ularning qalblarini jamlab turishlikda, ularni bir-biriga bog'lab turishlikda nima boshliqqa katta o'rni bor. Xolid roziyallohu anhu ko'radigan bo'lsak, qancha janglarda nima qildi? Insonlarni jamlab turishligi, qancha joylarda jur'atli qarorlarni olishlikka va insonlarni u bilan turib berganligini ko'rib keldik biz. Biz insonlarning o'rtasida, ya'ni muvozanat saqlagan holatda insonlarni tarbiyalashligimiz kerak. Bu yerda biz insonlarni o'zlarini boshliqlariga bog'lay olishligimiz kerak. Mustahkam bog'lashlikka vujudga keltirishligimiz kerak. Va o'zlari mana buni buyruqlariga ijobat qiladigan va uni himoya qila oladigan holatga olib kelishligimiz kerak. Va xuddi shu paytda ularni shunday tarbiyalashligimiz kerakki, agar boshliq shahid bo'ladigan bo'lsa yoki unga biron musibat yetgan holatda orqaga qaytib ketmaydigan, balki aqida hamma narsadan ustun turadigan qilib turib tarbiyalashlik kerak bo'ladi. Ya'ni payg'ambar boshliqqa
nima qilishlik, himoya qilishlik, u bilan turib berishlik faqatgina boshliqqa nima to'g'ri yo'lda turganligi uchun bo'lganligini insonlarga tushuntira olishligimiz kerak. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblarini qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga vahiy bo'lganini, nozil bo'lganini bilib turibdi. Ya'ni ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bog'lanib kelmaganligini, balki qilinadigan ish Alloh taologa ibodatligini biladi. Bundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin nima buni davom ettirishlik kerakligini. Chunki bu Alloh taoloning yer yuzidagi oxirgi risolasi va buni oxiriga nima qilishlik, davom etishligini, bunda ibodatdan to'xtamaslik kerakligini bilsa-da, ularga shunchalik darajada nima qilyapti? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot qildi degan narsa shunchalik ta'sir qilyapti. Demak, nima insonlarni haqiqatda biz fikr ustida jamlashligimiz kerak. Xuddi shu paytda o'zida boshliqqa o'rni kam emas. Insonlar o'rtasini jamlab turishlikda, insonlarni bir-biri bilan bog'lab turishlikda boshliqqa o'rni katta bo'ladi. Shuning uchun boshliqqa nima qilishlikda, boshliqqa himoya qilishlikda, boshliqqa bog'lanishlikda, boshliqqa bog'lanishlikda bizni bog'lanishligimiz bu to'g'ri yo'lda turganligi uchun. To'g'ri yo'lda turgan bo'lsa, haqda turgan bo'lsa, biz bunga bog'lanamiz. Lekin bir paytda o'zida biz bilamizki, aqida bundan katta narsa. Xato qiladigan bo'lsa, xatosiga sukut qilishlik degani emas, yoki bunga ta'assub qilishlik, ko'r-ko'rona ta'assub qilishlik degani emas. Balki xatosi bo'lsa, nimasi bo'lsa, o'sha joyda unga eslatishlik o'rni bo'ladigan bo'lsa, xatosida yordam berishlik bilan turib berishlik emas, balki haq ustida turib berishlik. Har bitta odamda kamchilik va xatolar bo'lib turadi. Xatosida eslatishlik, undan qaytarishlik, unga yordam bermaslik, lekin yaxshi narsalar ustida birga bo'lib turib berishlik kerak bo'ladi. Bizni o'zbeklarimizga ham kerakda bu. O'zimizni boshliq deganda, misol uchun umumiy boshliqlar, bitta majmuani amiri bo'ladigan bo'lsa, majmua amiriga itoat qilishlikka yaxshi ko'rsatilishlik kerak. Chiroyli ko'rsatishlik kerak. Ichidagi hamma o'zini ustida turgan odamni yaxshi ko'rishlik kerak, to'g'rimi? O'shanga itoat qilishlik kerak. Shu bilan ish intizomli bo'ladi. Ular o'zidan tepadagini yaxshi ko'rishlik kerak. U bilan yaxshi ish olib borishlik kerak. Va u tepadagi shunday qilib turib, hamma, ya'ni mas'ul deganda kichkinasi, kattasi to'g'ri, ba'zi itoat qilishlik, itoat qilmaslik borasida gunohi katta kichikligida farq qilsa-da, lekin umumiy ma'siyat bo'lishlikda, Alloh taolaning oldida gunohkor bo'lishlikda hech qanday farqi yo'q bu narsani. To'g'rimi? Gunoh bo'lishlikda farqi yo'q bu narsada. Endi bugungi kunda musulmonlarga, Uhud kunida musulmonlarga yetgan mag'lubiyat, Maqrizi aytadiki, musulmonlarga yetgan musibat sababi bu merganlar bo'ldi. Mushriklar mag'lubiyatga uchragandan keyin musulmonlar ularni orqasidan qulashlikka boshladi va ularni qilishlikka boshladi. Shunda ularni orqalaridan ergashib, ularni o'ldirib, ular g'animatini olayotgan paytda ular nima qildi? Merganlar aytishdiki, bu yerda nimaga turibmiz biz? Alloh taolo dushmanlarni mag'lub qildi. Ana birodarlaringlar endi nimalarni g'animatlarni olishyapti. Mushriklarning nimasiga kiringlarda, birodarlar bilan g'animatlarni olaylik deyishganda, shunda ba'zilar aytdiki, sizlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni orqamizni himoya qilib turinglar. Biz o'zingizlarni joyingizlardan qo'zg'almanglar. Agar bizni ko'radigan bo'lsanglar, g'olib bo'layotganimizni, shunda ham qimillamanglar. Agar biz g'animat olayotgan bo'lsanglar ham, sizlar o'sha joyingizlarda o'zingizlarni oldinglar, turinglar, bizni oldimizga kelmanglar, bizni orqamizni himoya qilib turinglar. Demaganmidi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb aytishganda, ba'zilar aytishyaptiki, balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsani qasd qilmagandi. Ketinglar, ketdik, boraylikda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va ashablari safiga kirib turib, biz ham g'animatga ega bo'laylik. Shunda Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu bilan birga 10 kishigina qoldi. Qolganlar mushriklarning orqasidan borib, g'animatlarni olishlikka boshladi. Qur'on bu haqida aytadiki, hatta iza fashiltum va tanazatum fil amr va saytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya minkum man yuridu al-akhirah. Alloh taolo hattoki sizlar zaiflashgan paytinglarda, ya'ni g'animatni ko'rgan paytinglarda dunyoga bo'lgan sizlarda dunyoga moyillik paydo bo'ldi va sizlar zaiflashdinglar, iymoninglar zaiflashdi va sizlar ishda tortishlikka boshladinglar. Ya'ni ikkalarining o'rtasida, qolganlar bilan ketganlar o'rtasida nima bo'ldi? Birinchi tortishuv bo'ldi. Ba'zilari turishlikka chaqirdi, ba'zilari ketishlikka taklif qildi. Va asaytum ba'di ma arakum ma tuhibbun. Alloh taolo sizlarga o'zingizlar yaxshi ko'rgan g'alabani ko'rsatishlikka boshlagandan keyin sizlar isyon qildinglar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni buyruqlariga itoatsizlik qildinglar. Sizlardan dunyoni xohlaydigan kishilar bor va sizlardan oxiratni xohlaydigan kishilar bor. Birdaniga mag'lub bo'lib turgan kofirlar
musulmonlar g'olib bo'lib turgan, qo'li ustun kelib turgan paytda o'zida birdaniga shunday bir kutilmagan bir ish bo'ldiki, mana bu birdaniga nima qildi? Mezonni o'zgartirdi. Mezon, jang mezoni, jang holati birdaniga o'zgardi. Bu nima edi? U yangi biz o'rtasiga kelgan narsa, o'rtasida zaiflashishlik va ishda tortishishlik edi. Dunyoga moyil bo'lishlik edi va dunyoni ziynatlariga nima aldanishlik edi. Fikrlari har xil bo'lishligi ular o'rtasida tortishuvga olib keldi va mana bu bilan ular mag'lubiyatga uchrashlikka sabab bo'ldi. Said Qutb rahimahulloh aytadi, bu merganlarning holini tushuntirib berishlik. Ular g'animatni ko'rgan paytdan keyin zaiflashdi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mutlaq itoat qilgan kishilar bilan ular o'rtasida ixtilof kelib chiqdi. Va mana bu narsa ularni itoatsizlik qilishlikka olib keldi. Ular o'zlari yaxshi ko'rgan g'alabani ko'rib turgandan keyin ular isyon qilishlikka boshladi. Va bularning ba'zisi g'animatni xohlardi, ba'zisi oxiratni xohlardi. Qalblar ikkiga bo'lingandan keyin bitta saf bo'lib qolmadi. Ya'ni qalblar ikkiga bo'lingandan keyin saf bittaligicha qolmadi. Maqsadlar bitta bo'lib qolmadi. Demak, ularni ixloslariga dunyoviy ta'malar kirishlikka boshladi. Endi bu jang aqida jangi edi. Aqida jangi boshqa janglarga o'xshagan emas. Albatta bu maydonda bo'lishlik kerak va qalblarimizda bo'lishlik kerak bu jang. Maydondagi jang qalblarimizdagi jangsiz g'olib bo'lishligi mumkin emas. Alloh taolo faqat o'zi uchun xolis bo'lgan kishilargagina nusrat beradi. Modomiki o'zlari Alloh taoloni bayrog'ini ko'tarishyaptimi, mana shu narsaga o'zlarini mansub deb turib bilishyaptimi, Alloh taolo uchun xolis qilmas ekan niyatni, Alloh taolo ularga nusratni bermaydi. Qachon mana shu o'zlari ko'targan bayroqqa, o'zlari nisbatlanayotgan narsaga qachon o'zlarini ochiq, ya'ni dillarini, qalblarini sof qiladi ekan, bunda hech qanaqa aralashishlik bo'lmas ekan, boshqa narsa aralashib qolmas ekan, hech qanaqa nima deydi, maskirovka bo'lmas ekan, mana shu paytdagina Alloh taolo ularga nusratni beradi. Gohida Alloh taolo botilda bo'lgan kishilarga ham g'alabani berishligi mumkin. Agar ular o'zlari ko'tarayotgan botilni ochiqlikcha aytadigan bo'lsa. Lekin Alloh taolo ularga g'alaba bergan paytda o'zi Alloh taolo nima uchun berganini yaxshi biladi. Ammo aqida bayrog'ini ko'taradigan bo'lsak va aqida bayrog'iga biz xolis bo'lmaydigan bo'lsak, Alloh taolo bizga hech qachon nusratni bermaydi. Hattoki Alloh taolo bizni imtihonlaydi va bizni nima xolis qilib turib, sof qilgan holatdagina bizga nusratni berishligi mumkin. Islomiy jamoatga bugungi kunda, Uhud kunida yetyapgan mag'lubiyat Alloh taolo ularni sinashlik uchun. Ularga achchiq mag'lubiyatlar yetyapti, ularga og'riqli yaralar yetyapti. Mana bu hammasi minkum man yuridud dunya va minkum man yuridul axira. Ya'ni dunyoni xohlagan kishilar sababli bo'lyapti. Qur'on mana bu narsani ochiqlikcha nima qiladi? Ochiq bayon qilib beradi. Hattoki Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashablaridan birontasi dunyoni xohlamasa kerak deb turib o'ylardim. Hattoki Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Sizlardan dunyoni xohlaydigan kishilar bor, sizlardan oxiratni xohlaydigan kishilar bor. Va mana bu bilan Alloh taolo ularni qalblarini ochiq insonlarga ko'rsatib berdi. Mana bu narsalardan Alloh taolo ularga mag'lubiyatni berdi. Ular mana bu narsa bilan ehtiyot bo'lishlik uchun, ya'ni qalblari xolis Alloh uchun bo'lmasa ekan, mana bu narsada mag'lubiyat yetishligini bilishligi uchun. Va xuddi shu paytda o'zida Alloh taolo bu bilan ko'pgina narsalarni ochib berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashablariga mag'lubiyat yetdi, lekin bu bilan ko'p narsalar ochildi. Ba'zida biz o'ylaymizki, bu yetgan narsa faqatgina merganlar sababli deb o'ylab qolishligimiz mumkin. Lekin oyatni oqimini ko'radigan bo'lsangiz, oyatni umumiga qaraydigan bo'lsangiz, bu faqatgina ularga cheklanib qolgan emas. Balki u merganlar safida emas, umumiy safda bo'lgan kishilarning ham qalbida mana shunday g'animatga nima qilishlik, shoshilishlik, dunyoga moyil bo'lishlik, dunyoni hayoti ziynatiga ergashib qolishlik, ketidan yurib qolishlik bularda ham bo'lgan. Mana shu sababli Alloh taolo ulardan nima nusratni olib qo'ydi. Bularning safida munofiqlar bor edi. Ular 3dan biri qaytib ketdi. Ya'ni ba'zisi munofiqlar safda qoldi.
lekin alloh taolo mana shu safda bo'lgan munofiqlar yoki qaytib ketgan munofiqlar sababli bularga nimani tottirmadi, mag'lubiyatni tottirgani yo'q. Lekin kim sababli? Mana shu safda haqiqiy musulmon bo'lgan kishilarni dunyoga berilib qolganida, dunyo ketidan yurib, dunyo ziynatlariga aldangandan keyingina nima bo'lyapti? Bularga Alloh taolo mag'lubiyatni tottirib qo'yapti. Demak, Alloh taolo safda bilinmay qolgan odamlar sababli nima bo'lmaydi? Bilinmay qolayotgan munofiqlar sababli Alloh taolo insonlarga hech qachon mag'lubiyatni tottirmaydi. Ba'zida bizda aytib qo'linadi, ya'ni saflarimizda shunday odamlar bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib turib bizga g'alaba kelishligi mumkin? Yo'q. Agar chiqishligi Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, o'zini niyatlarini o'zgartirmasa, dunyoga moyil bo'lmagan holatda agar ro'paradagi dushmanga yo'liqadigan bo'lsa, Alloh taoloning izni bilan nima bo'lmaydi. Lekin o'zimizni safimizni turganlar safda turgan paytda dunyoni xohlab qoladigan bo'lsa, niyatlarini jang paytida o'zgartiradigan bo'lsa, mana shu paytda mag'lubiyat kelishligi mumkin. Shuning uchun bu narsadan nima qilishlik kerak? Ehtiyot bo'lishlik kerak. Endi nima qilishlik, g'animatni olishlik hech narsa emas. G'animat uchun qilishlik joizmi? Joiz, lekin isyonga olib kelmaslik kerak-da bu. Ochiq isyon sababli bo'ldi-da bu narsa hozir. Dunyoga berilib turib, dunyoga berilishligi isyonga olib keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyruqlarini bajarmaslikka olib keldi. Mana shu narsa sabab bo'ldi. Ochiq isyon sababli nima mag'lubiyatga uchradi. Ular faqatgina dunyoga berilib qolishligi emas, balki bunda nima qildi? Nima bo'lib qolgandan keyin dunyo sababli isyonga berilishlik. Dunyoni katta molni yaxshi ko'rishlik inson tabiati u. Lekin bu narsa sizni isyonga olib kelmaslik kerak. Ya'ni buyruqlarni tashashlikka yoki qaytarilgan narsalarni qilishlikka olib kelmaslik kerak. Ayblanadigan o'rin mana shu o'rinda.